Chunki men tegmoqchi bo'lgan bola qanaqa bo'lishi kerak? Toshkentda yashagan bo'lishi kerak, boy bo'lishi kerak, shaharni qoq markazida uyi bo'lishi kerak, 2 tadan mashinasi bo'lishi kerak. Menga nimaki aytsam o'shani olib berishi kerak. Voy, unaqa bo'lsa o'zim ham tep olardim, bolam. Voy, seni bu gapingdan keyin oladimi ya? Voy, hozirgi qizlarga hayronman, tavba. Tanlaydi-ya. Talablaring boshingdan qolsin. Hozir bitta erkakka 8 to'g'ri kelyapti. Chiqqaniga shukr qilib tep ketaver. Tavba, bizda tanlashni ham bilmaymiz. Uydilarimiz tezdan shunga desa, hop deb tep keturgan ekanmiz, uy, joy, mashina, pul odamni baxtli qilganda, qo'shnim Shahlo 40 ga kirmasdan o'lib ketmasdi. Voy qizlarim, unda bo'lsin, bunda bo'lsin deb so'ramasdan, insofli, iymonli erkak bo'lsin deb so'ramaysanlarmi ya? Senlar meni ado qildilar. Bo'pti, hammang baxtli bo'l.